Hop, Bismillahirrohmanirrohim. Bugun mana tasvir yukini yana boshlaymiz. Tasvir yukimizda kecha sizlar o'zlaring juda ham qiynaldilaring, bu holatda qanaqa yozamiz deb va ko'pchilik 6 balldan 1 ball oldi, afsuski. Buni yaxshilab o'rganib chiqamiz, hozir yozib chiqaman, o'zlaring ko'rasizlar. Biz qoidamizda shuni aytishimiz kerakki, bitta o'qituvchingizga nimanidir formal holatda tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi va nimanidir talab qilishingiz kerak bo'ladi. Biz nima desa bo'ladi? Misol uchun biror narsani projekt oladigan bo'lsak, biror projektni uzaytirishni so'raylik holatini. Alo. Eshitaman, assalomu alaykum. Ha, aka. Berishim. Aka, Inom kafe bor-ku. Ashta kelish kerak aka. Yo'q aka. Bo'ldi aka, men sizga o'sha pulni berib qo'yaman aka. Xo'p aka, xo'p. Alo. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bo'ldi, xo'p bo'ladi aka, rahmat kattakon. Xo'p. Ha aka, telefon qildi. Xo'p. Bo'ldi, xo'p bo'ladi aka, xo'p. Xo'p, yaxshi. Uzr, dars boshlaymiz yana. Writing misol birinchi gapimizni chalib ketdim, mana yozdim va ikkinchisini nima deymiz? Mana misol uchun men keyingi safarga qoldirildi deylik. Endi biz bunga, ya'ni belgilangan taqdir ishimni topshirish muddatini rasman uzaytirishingizni so'rab qolaman. Buni sababini tushuntirish kerak. Nima uchun qoldirilganligini. Misol uchun afsuski bilan boshlaysiz bo'ladi. Afsuski shu hafta misol uchun bir hafta bir qancha kutilmagan holatlar bo'lib qolishi mumkin. Bir vaqtda to'g'ri kelib qoldi va bu mening ish jarayonimga sezilarli darajada to'sqinlik qilib qo'yapti. Nima deb boshlashimiz mumkin bunda? Aytaylik, bu bo'ldi. Endi ikkinchi abzasda. Unfortunately, hop, mana shu unfortunately aytaylik several unforeseen ba'zi bir sabablar unforeseen circumstances have coincided this week. Misol uchun coincided this week. Yo'lga qo'yamiz. Ya'ni bitta tarjima qiladigan bo'lsak, aytayotgan narsasi shuki, ya'ni unforeseen circumstances, kutilmagan holatlar degani. Kutilmagan holatlar, ya'ni unforeseen circumstances. Oldin aytib bo'lmaydigan hodisalar haqida gapirganda rasmiy uzr so'rashda ishlatilyapti, ya'ni biz tepadagi gapimizga bog'liq deyapmiz. Coincided bir vaqtga to'g'ri kelib qolyapti. Coincided bir vaqtning o'ziga to'g'ri kelib qolayotganini shart etyapmiz. Coincided this week significantly hindering. Misol uchun significantly nima desa bo'ladi? Significantly hindering my progress. Ya'ni bu mening ish jarayonimga sezilarli darajada to'sqinlik qildi. Ya'ni sezilarli darajada significantly hindering my progress ish jarayonimga ta'sir qildi. Nima? Ya'ni o'sha o'zini shu hafta bir qancha kutilmagan holatlar bir vaqtda to'g'ri kelib qolganligi o'zini ish jarayoniga sezilarli darajada ta'sir qilganligini aytib ketyapti. Bizdagi vocabulary bo'yicha. Xo'p, endi biz ikkinchi gapimizda keyingi gapimiz nima deyishimiz mumkin? Men misol bu holatni yana ham chuqurroq tushuntirish mumkin. Misol uchun men qanaqadir og'ir kasalligi bor, gripp bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Notebookimda
qanaqadir notebookida projektda yaratish uchun qanaqadir texnik holatlari yuz bergan bo'lishi mumkin. Natijada asosiy qoralama ishlari vaqtincha yo'qolib qolgan bo'lishi mumkin. Biz nima deyishimiz mumkin? Men misol 3 kun davomida misol uchun to'shakka mixlanib qolish degan gap borda. Og'ir grippdan tashqari, misol uchun og'ir grippdan tashqari, misol uchun to'shakka mixlanib qoldi, og'ir kasallikdan tashqari degan ma'no ham borda va biz unga yana qo'shimcha ma'lumotlarni qo'shishimiz mumkin. Endi qaranglar, zo'r gap aside of bilan boshlaymiz. Aside from deyshim. Aside from severe, misol uchun severe bout of influence, ya'ni gripp degan hadiga ketyapti. Influence that left me Britain. Mana to'shakka mixlanib qolganligini to'shakka mixlanib qolish degani bedridden. Uzr, xato yozgandim. Bedridden for 3 days. Bundan tashqari deyapti. Qani bundan tashqari my laptop, men boshda aside from deb ketganman. My laptop experienced a critical hardware failure. Misol uchun notebookni jiddiy texnik nosozlik yuz berdi. Texnik nosozlik experienced a critical hardware failure. Ya'ni bizda texnik nosozlik degani critical hardware failure siz bo'laveradi. Critical hardware bizdagi failure deb ketsak bo'ladi. Failure. Xo'p, yaxshi. Va natijada asosiy misol o'zini kerakli bo'lgan ishlari vaqtincha yo'qolib qoldi. Resulting and the temporary loss of misol uchun asosiy nimalari ishlamay qoldi desak yaxshi bo'ladi. Temporary loss ishlamay qoldi. Loss nimasi? Of my asosiy primary drafts. Siz turovlar chiqadi. Drafts. Nuqta. Yozilyaptimi? Va sharoitni mukammal holatda tushuntirib beramiz. Endi garchi bilan boshlasak bo'laveradi. Endi keyin gapimizni qana deymiz? Misol uchun fayllarni, misol uchun qanaqadir qayta topshirish, o'rniga keltirish ustida astoydil ishlayotgan bo'lsam-da deyapti garchi. Misol uchun ushbu qiyinchiliklar, misol uchun qanaqadir qiyinchiliklar hisobga olgan holda amaldagi muddat endi imkonsizdir deyapti. Misol uchun o'zining vaziyatini imkonsizligini tushuntirib bersak bo'laveradi. Endi biz buning uchun although bilan boshlaymiz. Buning uchun aytdi although, okay, xato. Although, holasiz in spite of confidence bo'laveradi. Although I am, misol uchun I am yoki kashini katta harflarni xato beraveradi. I am diligently, ya'ni men nima deyapman? Faylni tiklash va topshiriqlarni bajarish ustida astoydil ishlash, diligently working. Astoydil ishlash, diligently working. Bu fayllarni qayta ishlash. To recovery the files. Mana shu nimani ham esdan chiqmasligi kerak. Artikel qo'yish. The files and ularni misol uchun fayllarni tiklash va topshiriqni bajarish. Buni nima deymiz? And aytaylik complete the assignment. Assignment. Ha, degan ketyapti. Assignment qolib ketgan, maytda o'shancha xato beryapti. Bitta nimamiz qolib ketgan, complete. Va maytda qo'ypak i bo'ladi. Xo'p, demak, recover the files the complete the assignment ha degan ketyapti. Va misol uchun shu qiyinchiliklarni misol uchun kurs hisobga olgan holatda bu muddat kechikib qoldi desak bo'laveradi-da. Buning uchun nima deymiz? The current timeline siz chiroyliroq chiqadi. Is no longer
longer amaldagi muddat endi imkonsiz deb ketyapmiz-da. Ushbu qiyinchiliklarni hisobga olgan holatda imkonsiz uchun is no longer feasible given nachada misol uchun bu topshiriqlarni berish imkonsiz this setbacks nuqta. Mana. Xo'p, buni ham yozib bo'ldik. Endi biz nima yozishimiz mumkin yana? Va bu holatni tushuntirdik va abzasdan pastdan yozasizda va o'zingizning holatingizni, ya'ni men misol uchun ishimning sifatini qanaqadir bir sizning talablaringizga misol uchun javob berishni ta'minlash uchun menga 5 kunlik muddat berishingizni juda qadrlangan bo'lardim. Misol uchun qanaqadir 3 kunlik so'ragan bo'lsa, 3 kundan to'shakda mixlanib o'tgan bo'lsa, 5 kun muddat so'rashligini undan so'rayman. Endi biz doimgidek mashhur so'zlarimizdan biri I would appreciate it if you agarda misol uchun menga 5 kun vaqt bersangiz, if you could give me if you could yoki bir 5 kunlik zo'r sharoit bersangiz, grant me a 5 day. This is 5 day. Ya'ni talabalar misol uchun talabangizni javob berish uchun, ya'ni extension to ensure the quality of my work meets your expectations desak yaxshi bo'ladi. Misol uchun talabalarini javob berish uchun, ya'ni menga 5 kunlik muddat berishingizni juda qadrlagan bo'lardim. Juda qadrlamoqmiz extension to ensure, ya'ni sizga 5 kunlik imkoniyat berishingizni, the quality sifatini yaxshilash uchun of my work means your, mana dahshat so'zimiz expectation deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi vocabulary'miz nima? Asosiy rolbatda qaysi haqida gap ketyapti? Ya'ni bizda to'siqlar, muammolar haqida gap ketdi. Endi bizdagi asosiy tarjima qilinadigan gaplarimizdan biri ham shuki, ya'ni biz o'sha bitta umumiy qilib tarjima qiladigan bo'lsam, ishimning sifati sizning talabingizga javob berishini ta'minlash uchun, misol uchun sizga menga 5 kunlik qanaqadir ish muddatini bering va sizni juda qadrlagan bo'lardim. If you could grant me a 5-day extension to ensure the quality of my work meets your expectation sizni juda ham qadrlagan bo'lardim degani. Ko'ryapsizlarmi? I would appreciate yoki misol uchun your muddatingizni, mana shu I would appreciate if you could grant me a 5-day extension to ensure the quality of my work meets your expectation. Ya'ni misol o'sha ishimning sifatini sizning talabingizga javob berish uchun. Ya'ni sizning talabingiz deganda your expectation, mana adashib ketaman, appreciate bilan expectationda hozir appreciate mamnun bo'lardim degani. Sizning talabingizni misol uchun javob berish uchun meets your expectation, talabingizga javob berish uchun ishimning sifatini oshirish uchun menga 5 kunlik vaqt bering deyapti va sizdan mamnun bo'lardim degan gap bilan yakunlab qo'yiladi. Endi biz yana bitta oxirgi gapimizni, ya'ni oldindan rahmat aytish kerak. Thank you misol uchun thank you for your understanding and misol uchun e'tibor bilan qaraganingiz uchun consideration desa bo'ladimi? Consideration bu holatga e'tiborli bilan qaraganingiz uchun regarding this matter. Mana bu nuqta. Xo'p. Endi sizdan javob kutib qolaman deyish uchun nima deyarlik? I look forward to hearing from you. Nuqta va doimgidek
yours sincerely. Hurmatli janob. Misol uchun men Mr. Smith bo'lsam, Mr. Kevin deb qo'ydim yakunda. Mana gapimiz shunday qilib topikimiz yakunlanyapti va buni hozir tekshirish jarayoniga berib yuboramiz. Xo'p, nihoyat buni ham yaxshi tekshirsin. Anaqa o'zidan o'zi qoldirib joylarni ham qoldirib ko'ramiz. Endi hozir upload qilamiz va mana shuni birlashtirib olaylik. Birlashtirganimda boshlaymiz. Birinchi o'rinda topikni rasmga olaman. Shart qanotlantirish kerak va bu yoqqa endi buni chiroyli qilib rasmga olishimiz kerak bo'ladi. Rasmga oldim va joylayman. Va bu biroz vaqt oladi, tekshirib ko'ramiz. Network. Internet uzilib qolibdi. Chiqatdan tekshiramiz. Nimaga bular bo'ldi, hayronman. Nimaga network svet o'chgan bo'lsa, afsuski tekshirishda muammo bo'lishi mumkin. Hozir men telefonimni ulayman va tekshirib ko'ramiz. Bog'lanyapti. Ishlovda. Yoki ishga tushdi. 1-2 ga o'tamiz. Flash. Buni olamiz. Okay, screenshot qilaman. Screenshot qilish. Davom etamiz. Topik va ketdik bo'lmasa. Tekshirishga. Xo'p, biz ungacha nimalarni ishlatganligimni ko'ray. Mana sizlarga key vocabularylar qanday ishlatilayotganligi, qayerdan nima yozish. Birinchi o'rinda biz o'zini keyingi haftaga qoldirishiga hali gap ketyapti bu yerda. So'rayapti. Lekin o'shani nima uchunligini, nima uchun shunaqa vaziyat bo'lganligini unfortunately dan boshlayapti. Ya'ni bizda mana bu juda ham kuchli kerakli bo'lgan so'zlarimizdan biri, ya'ni unforeseen circumstances, kutilmagan holatlar have coincided this week. Coincided this week. Ya'ni bu hafta bir vaqtda to'g'ri kelib qolibdi. Bir vaqtda bu haftaga to'g'ri kelib qolgan. Significantly hindering my progress. Ya'ni bitta misol uchun o'sha significantly hindering my progress bu men ish jarayonimga sezilarli darajada to'sqinlik qilyapti. Significantly hindering degani sezilarli darajada ta'sir qilayotganini mana bu yerda nima qilyapti? Ko'rsatib o'tyapti. Xo'p, mana ko'rishlaring mumkin. Mana qanaqa so'zlar ishlatilyapti. My progress. Mana bu yerdagi bo'shliq bo'lmagani uchun hozir xato berish mumkin shu, lekin bu grammatik tarafdan to'g'ri. Aslida tekshiryapti hali ham. Hop, aside from the severe bout of influenza, ya'ni to'shakka mixlanib qolib gripp bo'ldi degan. Let me breathe for 3 mana. Ma'no deyapti, to'shakka mixlab qo'ydi. Bedridden for 3 days. My experienced a critical hardware failure, ya'ni bitta nima deyapti? Misol uchun meni kompyuterimda, notebookimda jiddiy texnik nosozliklar yuz berdi. My laptop experienced a critical hardware failure. Jiddiy nosozliklar yuz berdi. Experienced a critical hardware failure resulting in the temporary loss of my primary drafts. Ya'ni bu yerdagi gapimiz shuki, va natijada asosiy qoralama ishlari, misol uchun vaqtinchaga yo'qoldi. O'zini qoralama ishlari, ya'ni temporary loss of my primary drafts. Primary drafts degan o'zini asosiy qo'shimcha ishlari, qoralama ishlari vaqtinchalikka yo'qoldi, ketilyapti-da. Bizda hali ham tekshiryapti. Hop. I would appreciate, qarang, oxiri nima bilan yakunlanyapti? I would appreciate it if you could grant me
a 5-day extension to ensure the quality of my work meets your expectation. Men mamnun bo'lardim senga hisobotimni topshirish uchun menga 5 kun vaqt berishligingdan deyapti. Ya'ni senga hisobotimni topshirish meets your sana talablaringga javob berish degani meets your expectation degandek gap. Oxirida mana nima bilan tugayapti? Thanks you for your understanding and considering regarding this matter. Misol uchun men sen meni tushunganingni va e'tibor bilan qaraganing uchun men mamnunman deyapti. E'tibor bilan, ya'ni considering regarding this matter. Men sendan misol uchun sizdan javob kutib qolaman deyapti va hurmat bilan deb o'zini ismini yozib ketyapti. Mana shu holat bizni hali ham tekshiryapti. Boshqa yerdan tekshirishimiz kerak. Bunchalik cho'zilib ketmasa kerak edi. Boshqa yerdan hozir holatni ko'rib chiqamiz. Hop. O'zim bu safargacha juda ham 20 minut bo'lib ketdi. Tak, hozir ko'rib chiqamiz yana. Boshqatdan tekshiraylik. Taksi 1-2 misol uchun hol dedim. Va boshqatdan hozir topiklarni olib ko'ramiz. Qani, tekshirib ko'raylik. Hop, shunaqa. Qani, tayyormisizlar? Mana 6 dan 5 ball berildi. Dahshat, zo'r. Grammatik jihatdan qoyilmaqom nimalar bo'lganiga va no issue deya. Perfectly considered formal opening deya. Issue but biz unfortunately deyapti after progress and an unnecessary space, ya'ni aytayapti so'zdan keyin joy tashlanmagan va failure so'zdan keyin virguldan oldin ortiqcha joy bor. Bular xatoga kirmaydi. Tak bu ballni tushirmaydi, lekin aytib ketyapti. Oldodan keyin virgul kerak emas. Ha, bu bizdagi oldodan keyin virgul qo'yib ketganligimiz xato. Recover ot so'zi turkumi. Bu yerda recover fe'li kerak. Recovery deb qo'yibman. Recover. Bu yerimiz ham xato kelgan. Va exceptions and thanks so'zidan orasida joy tashlanmagan. Bu xatoga kirmaydi. Virguldan oldin joy tanlangan. Hop, bu ham Mr deb murojaat qilmang deyapti. Virguldan oldin joy tashlangan deb so'rayapti Mr Kevin. Ya'ni Mr deyish shart bo'lsa ekan, albatta bizdagi xatoyimizdan biri dear Mr deyapti. Maktab nuqta qolib ketgan. Shuni hisobiga olinyapti. Keyin Mr deyish shart bo'lmasa ekan, shuni ham hisobga olish kerak bo'lyapti bizda. Natija 6 dan 5 ball olindi.